Do'stlar, mana tapchan, kravat, so'ri yasayapmiz. Hamma har xil aytadi. Dizayn qalay? Turbadan qildik. Shu yosh bolalar o'tirganda yiqilib, qoqilib tushganda yiqilsa, peshanasini urib olsa ham yomon tegmasin dedik. Razmeri balandligi 1 metr bo'ldi. Oyog'i. Bu 50 lik turba bo'ldi. 50 lik. Bular 40 lik bo'ldi. Oralariga 15 lik turba qo'ydik. Stovgalarga 20 lik ishlatdik. Old tomonni hozircha ferma qilib to'qidik. Sal kam bo'lib qolganga o'xshayapti. Hozir yana manalarga nimadir beramiz hozir. Oralari 13 cm dan bo'ldi. 5 lik ugonlik qo'ydik. Hop, shunda taxtamiz 3 metrlik taxta tushadigan bo'lyapti. 6 metrlik taxta olinsa, o'rtasidan bo'linadi. Keyin lagasiga mana hozir ugonlik kesib tayyorlab qo'yganmiz. 5 lik ugonlikdan 15 cm dan qilib lagasini qo'yamiz. Mashayligi bo'ladi-da. Stolkan to'g'risiga bo'ladi mana. Mana holatda svarka bo'ladi. Teshib qo'yiladi ikkita, tagidan mixlab qo'yadi. 4 ta qo'yamiz, bagiga bitta. Bagiga bitta qo'yiladi. Uni tashit qilib kraskalaymiz. Bu videoni ham xudo xolos qo'yamiz. Bitgan holatini ham. Mana shu holatda bo'ldi. Sharnirlarni ham o'zimiz tayyorladik. 18 lik prutdan 10 cm dan kesib 20 lik turbaga, 20 lik rossiyskiy turbaga tushadigan qildik. Qishda shu kerak emas mahal yig'ishtirib olib qo'ygan qulay bo'lsin dedik. Hozir buni chiroyli qilib tashit qilib najdalab kraskalaymiz. Katta chiqdimi? Chiroyli. Narxini ham aytamiz bitgandan keyin. Kraskalarni tugatdik. Tayyor bo'ldi mana. Mana oldi tarafi uzunligi bitta oyoq ham berib qo'ydik mana. Egilmasligi uchun. Temur mana necha qopti mana orasi. Qumdagan orasi necha qopti. Lattaga tegizib tur. Qo'ldami? Mana o'rtasiga har 1 metrga mana ugonlikdan qo'ydik, mana teshib qo'yganmiz taxta mixlagani. Narxini shu o'zimizni tanish bo'lganligi uchun 1.600.000 ga qilib berdik buni. Razmer bunaqasi 2,5, kengligi 3 bo'ldi. Videoga olsang olar? Temursin. Biz telefon nomerlarimiz 90lik 640 1199. Manzillarimiz Namangan Uchqo'rg'onidamiz. Men kaminat oldimiz.